Uyghur yazğıçısı Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi Bala nomli romani. Bu roman Belqut şirkatida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatildi. Do'rjalla yaylig'idan qaytib kelayotgan qimmat baholiq mashina Newtu Kalibeshi kun qayrilish bilan shaharga kirib keldi. Mashinaning orqa divonida Ag'zam to'ri bilan turdi Hasan ingaklarini maydalariga cho'kirib mugdab o'ltirardi. Aslida pensiyaga chiqqan Mansur ismli bir bujang chet elga chiqish oldida o'zining yaqin yo'riq birodarlariga xo'shlashish ziyofati bermoqchi edi. Bundan xabarsiz turdi Hasan Ag'zam to'rining kenja qizining to'yi bo'lganligini anglab muboraklab qo'yish uchun bugun atdegandala shaharga keldi. Ammo Ag'zam to'ri Do'rjala yaylig'idagi qo'ylarni ko'rib kelaylik. Mansur bujangning kashdagi xo'shlashish chayiga ulgurib kelamiz, deb turdi Hasanni yayloqqa chiqib ketgan edi. Newtonning oq divonida asta langshib kelayotgan Ag'zam to'ri bilan turdi Hasan, garchi ko'zlarini yumib olgan bo'lsa-mu, lekin uxlamagan edi. Ularning har ikkilisi bir-birini qanday qilib botlash, qarmoqqa elindirish haqida ko'zqida cho't so'qiyotdi. Ag'zam to'ra oltin kan to'g'riliq chiqayotgan har xil to'salg'u majralarni turdi Hasanning qo'li orqali chimiqtirishni o'ylasa, turdi Hasan, agar sen meni ahmoq aytman desang, o'z peyingda esilib qolganingni tuymay qolasan. O'g'lingmi, qizimning bir tal mo'yig'imi erishamaydi deb ichida zikr qiladi. Turdi Hasanning bundaq g'azabga kelishining asosi bor edi. Buningdan 3 yil ilgari oltin kan rasmiyatlarini bejirish oldida yuz sog'liq himmatiga ko'ngil tindiranmagan turdi Hasan hal bo'layli deb qolgan ishni to'xtatib qo'ydi. Albatta oltin kandan iborat boylik xazinasining darvozasini ochib berishda katta iltifotga yuz sog'liq degan qanchalik himmat hisoblanadi? Noiti 30-40 ming so'mlik chog'liqli bir nima. Bu degan necha 10 tuman pulni leganda elib kelsa-mu arziydi. Shunga bu past qiyri o'shini topqicha rasmiyatlarning uxlab yotganini gapqan. Hal bo'lgan kandidat ijozatnomasini bostirib qo'yganligini bilgan Ag'zam to'ra taqozolikda erishib qolayli dedi. Shunga u kan ishga kirishib 2 yil bo'lganda 20 tuman mablag' hisobida bir oltin do'koni ochib berishni va'da qildi. Turdi Hasan bundaq va'dalarga o'pibmi o'sirib qo'ymaydi deb o'yladi bo'g'ay, rasmiyatlarni yana kayniga surdi. Oxiri Turdi Hasanning inchga planlashi bilan hujjat men oltin do'koni ochib berish uchun Turdi nozirdan 20 tuman so'm qarz oldim. Bu hujjat qonuniy kuchga ega deb yezilib Ag'zam to'ra shaxsiy muhrni bosdi. Mana hozir oltin kanning mengayotganiga 3 yil bo'ldi. Lekin 20 tumanlik oltin do'koni hozirgacha ro'yobga chiqmadi. Ag'zam to'rining bu haqda plani boshqa edi. Bu oltin do'konini oxirgi ko'zir qilib, birinchi oltin kan to'g'riliq chiqayotgan majralarni hal qildirish. İkinci, qizi Naimani o'g'li Qovuzga berish. Mushularni hal qilgandan keyin 3-chi qatim bosadigan qadam o'zgacha bo'ladi. Uning bugun turdi Hasanni Do'rjala yayliqiga atoyidan ochiqib kelishimi tog'dagi qo'ylarni uningga ko'rsatib, "O'shani yig'. Bu kimning shafoati?" deganni bildirmoqchi edi. Mana hozirmi ko'zlarini yerim yumib mashinada ketayotgan Ag'zam to'ra yolg'on yutilib turdi. Hem turdi Hasanga shabi berdi. Bu uning qallog'ini sagak tutdi. Har bir eg'iz so'zimni quloqingga sirg'idak esib ol degani edi. Nozirbegim, tog'dagi qo'ylarni ko'rganlar, dedi Ag'zam to'ra qalpoqlarini tamshib qo'yib. Onasidan balasi yo'g'inab ketibdi emasmi? Mana 100 sog'liq 300 ga yetib qoldi degan gap. Kelar bahorda soq 350 bo'lib qoladi. Bir sog'liqni 400 so'mdan pishqandimi 140 ming so'm bo'lib qoladi ekan. Bu
Bu oz pul emas-ku? Turdi Hasan petini buzmay o'ltiratdi. U ko'zlarini yumgan holda enigini maydisiga tirab bo'sh pushildaydi. Bu orqali u o'zining o'yg'oq ekanligini, lekin bo'lingan gaplarni qaytag'imi olmagandek amaldorlik kibrini ko'rsatayotganligi edi. Shundaqdimi A'zam To'ra ko'ngliga pukkan gaplarini davoganda Turdi Hasanning oxiri birga chaqqandek sakrab turib ketadiganligini, eng bo'lmaganda qursig'idagi gapni chiqirdiganligini biladi. Nozirbegim, hozir oltin kanda bosh og'rig'i ishlar yuz beryapti. A'zam To'ra yerim qayrilib qo'ydi. Bir qism o'ktamlar yoyliqimizni buzdiyay desa, yana ba'zi badraklar ekologiyalik tangpungliq yo'qoldi yey. Yepinchi o'simliklar buzg'onchilikqa uchrag'ashqa tog'larimiz qiyonda go'mirilib tushdi yey deyishib, yuqori tovan qotiravatdi. Vaqtida biror chora tadbir qo'llanmasalar, siligimi sholini chechishdan yonmaydiganda qilishidi. A'zam To'ram, menga qo'rqoq selavatamlar? Yo'qsa, haddim emas. Hisob ochiq bo'lsin, To'ram. 140 ming so'm to'limi kulkilik bo'lib qoldi. Silining berganlari qora qo'yib urganda 30 ming so'mlik sog'liq. Xo'sh, endi o'z gapimizga kelaylik. Men sizlarga oltin qanddan iborat sharbeti, menga tugmas bir tup meva berdim. Turdi Hasanning talabbuziga ta'addi aralashgan edi. Endi men uning shoxlarini egib, mevasini yigizib qo'ysam bo'lmas. O'zlari qo'l uzatib, tikan, to'pichoq, dog'larini tozalab yeslar bo'larmikin? Himmatning oxirgacha bo'g'ini tuzib. A'zam To'rimi rosa qog'dalmalardan edi. Men bo'lsam islohot sarkisi, sizlar bo'lsalar siyosat yurgizgichi siyosiyon. Albatta, avomni tartibga chaqirish, hukumatning amr farmonlarini tashviq qilish, zavod, korxona xo'jayinlarini qo'g'dash sizlarning bosh tortib bo'lmaydigan sharaflik vazifalaridir. Bu taraflarini ezib ichirmasalmu o'zimga ayon. Turdi Hasan hujumga taraddudlanmadi-yu, biroq shu hamon ikkilandi. Men munosabatlik o'rin ham rahbarlar bilan birlikka kelib, qonunli hal qilib berdim. Buningdan keyingi ishlar mening vazifam emas. Nihoyatda yaxshi. Buni uqvog'inim to'limi obdan bo'ldi. A'zam To'raning ohangiga kinoya aralashgan edi. Nozirbegim, sizlar ko'rib boqqanmi? Qongda yotgan mushukni darhol yulib olsa, u tegidagi bir poch kigizni billa qamollab qo'pidi. Shundaqmi? Turdi Hasan zahardek kulib qo'ydi. Agar men o'sha g'alyanchilarga chaq qo'ymasam, sizlarmi meni qamollab qo'pidigan o'xshamaylar? Albatta, jon qayg'usida qolgan to'shqan chig'ida odam tishlaydi. Qoniga pichoq surilgan to'xumi tipirlab boqadi emasmi? Bu ikki qog'dalma qiyirlarning qursiq jengi davomlashqanmi bo'ladi. Ammo aynak to'siq ichidagi shofir mashinani shahar sirtidagi bir bog' bo'stonlik qo'yliga qaydirib kirdi. Mashina ikki tarafiga xuddi yeshil to'plarni tizivatgandek deb-dugulak yosh sidik ko'chatlari qad ko'tarib turgan chaqchuqliq yo'ldan 100 metrdak mangandan keyin oppoq gash to'riqlar qad ko'targan bino oldida to'xtadi. Mana bu A'zam To'rining Aydin saydagi donglik tochisi edi. A'zam To'ri bilan Turdi Hasan mashindan tushish bilan bino palampiyidan tovoq, dostxon qo'ltiqlagan bir muncha ayollar tushib ketishdi. Ular bu ikki mertibariga cho'nqur ta'zim qilishib o'tib ketishdi. Ayollarni uzitib chiqqan A'zam To'rining ayoli Zarifxon o'zi bir g'irish bo'g'ini bilan zahri 10 g'irish ayol edi. U Turdi Hasanga susla ta'zim qilgandan keyin nashtirini qo'ymayli tiqdi. "Vey tova, kenji qizimizning to'yiga qo'pvatimiz. Xol ayxinim muborak bo'lsin" deb beshini tiqibmi qo'ymaydi? Menchu Urumchi g'uljilarda 4 ning oldi bo'lsam 4 ning kayni.
Mana bu atrofdagi to'nimaganning hammasi kirib qiladigan ish kuch bormikin deb yaxshi ko'ngillarni bildirib atadi. 15 mo'liq dachisi bola shundoq yo'g'onchi bo'lamdi-ya? Turdi Hasan. Bu ikki qoqbash bugun yong'oq tushib qolganmi nima? So'qish qilib oralda turida deganlarni ko'nglidan o'tkazdi-yu, lekin chandirmay chiroyiga kulki, ovoziga muloyimlik tusini berdi. Ko'ngillarga kamison Zarifxon og'achinim. Xol oy haftadan beri rosa mijoz yo'q bo'lib qolib, o'zirisini qilgan edi. Sizlarga deb bo'g'icha yoyloqqa chiqib ketdi. Bugun atdiganmi men bilan kirmoqchi edi. Lekin chiroyingiz sal asliga kelvason deb to'sib qo'ydim. U sal asliga kelvasa, ati o'gin kelib o'zlariga o'zlari aytdi. Bo'ldi. Ağzam töre ağzını ümelligen xotinini silkip, lavzı qoğunның urug'i köp deb, muşun xotin haq deganning vit-viti bilan rasm qoidasi tugimaydi. Qani, uyga marhamat qilili, Nazir begim. Ağzam törening uyi Yevropa uslubida selingan edi. Bulgar qiqilgan eshikdan kirgandan keyinla keng ozoda sayna bo'lib, xuddi shaxmat taxtasidek pol ustiga yeyitilgan aynak faqirab turibdi. O'ng tarafdagi yoyi shakllik poyanda silingan palampang ikkinchi qavatga tutishib, oldiga usib chiqqan balkon oltin hal berilgan naqshlar bilan ziynatlangan edi. İkinci hem birinchi qavat koridorlaridagi eshiklarning to'laliqidan qancha yig'izliq uy borligini belgilab bo'lmaydi. Turdi Hasan aynaklik saynaga kirishi bilanla egisligi bir g'irishmi kamaygan uzun tuklar qoplab ketgan. Hatto ko'zining qayerdaligini belgilab bo'lmaydigan oppoq bir pista inchga qovab yurib kelayotganda aynak polda teyilib yiqildi-da, Turdi Hasanning oyog'i ostigacha serilib keldi. Ağzam töre, "Geni, man kirib ket!" deb vaqirishi bilan pistimi ko'zdan yo'qoldi. "Qani, tu Nazir, bu kichik mehmonxonaga marhamat qilsila." Turdi Hasanning pistiga olishidan xijil bo'lgan töre osta g'udunshib qo'ydi. Bizning qovuzning qiziqmaydigan nimasi yo'q. Bir necha kishilik suhbat yoki g'izalanish uchun loyihalangan bu kichik mehmonxonaning o'ziga tushlik haybati bor edi. O'tiridagi tomoq ustilini cho'gilitib qo'yilgan divanlar xurmarang bulg'ar bilan qoplangan bo'lib, uning yupirmoq shakllik yo'lanchiklari, yan salasullari oltin hal bilan sirlangan yog'och qapartma gullar bo'g'ashqa bakmi ko'rkam ko'rinadi. Mehmonxonaning kungayga qaragan bir temi boshdan oxir aynak bo'lib, deraza takchalarga tizivatgan har xil chini tashdaqlik gullar o'ppidi echilib ketgan edi. Tosh aynaklik tom shkaflarda xilma-xil farpur buyumlar yiqiqdak lilildaydi. Bu arliqda xizmatchilardan 30 yoshlar o'tchasidagi cheqir ko'z, qora qumchoq, yuzlari yumaloqqina bir cho'kan, ustalga tatliq turum quruq yemishlarni tizib, chinilarga choy quygandan keyin chiqib ketdi. "Qani, Nazir begim, kashlik tomoq pishib bo'lguncha bu narsalar bilan qursaqni estalab turaylik. Yoyloqda yegan go'shtlar, ishgan sut qaymoq, qimizlar nalada qoldi?" Ağzam törening talabbuzi moydak yumshoq, simapdak siliq edi. Davomliq savdo ham pul muomalasi bilan umri o'tgan odam oshundoq tez o'zgarishdan kelamdi nima? U baya o'zining sal chakdan oshirib etganligini his qildi. Demasimi qo'lida huquq kaltigi, siyosat imtiyozi bor mundoq odamdan yeniklik bilan qo'lini yuyib, qo'ltiqiga surtib etgili bo'lmaydi. Hissiyatning kayniga kirish nodonlarning mantiqisi. Hissiyat oldida yursa, aql oqida o'milab qoladi degan gapni ajabmi to'g'ri deb ekan. Albatta, ba'zida aytilmagan toshmi qonşarni yarada emasmi? Altın kandiki ağzamning tuyiqini sirqitayotgan to'qinoq balolar olma biz biror ish terib qo'ysa, yanala shu odamning oldiga berib cho'qildaydigan gap.
tog'dagi mol ham sauna monchisining boshqurish, omonliq degandek har xil rasmiyatlariga A'zam To'rining burutini ta'virtanmaydi. Lekin Oltin Xonning o'zidilla yiliga necha 10 tuman davlatga topshiradigan pullarni ishki tuzum, favqulodda kechirim, ziyonni to'ldirish deganga o'xshash usullarda hozirgacha yerim baho e'tibor qilganimi, mushu ochig'i yomon tadbiri so'z nozirining saxovati emasmi? Tunazir, tog'dan kelgacha zerikishdan bir ish degandek ozroq chiqib qo'ydim. Ko'ngillarga hargiz olmasala. A'zam To'ra qo'ngan shexi midirlasa, darhol boshqa shohga yetkiladigan odam edi. Endi o'z gapimizga kelsak, o'zlariga atab Urumchi do'nko'rik atrofidan bir do'kon so'zlashib qo'ydim. Bu qaytim Urumchiga berib qolsam, yaxshi ustalardan tepib zinnatlashga berib etaman. Nima? Turdi Hasan go'yo muz ustida gul ungandek tingirqab turib qoldi. Texi boyila cho'ng kigizni qamallab qopmoqchi bo'lgan bu yov mushuk yana qandoq shumliqlarni o'ynash uchun uy mushugidek yavash bo'ldi. Turdi Hasan uning boyiqi raptoriga qarabla qamchisini tukirgan edi. Hatta u oltin do'konidan voz kechib, A'zam To'rini boj o'g'irlash, iqtisodiy kirim chiqim hisobotini yoshirish, ishlab chiqargan oltinning bolasini bankaga o'tkazib, onasini chatga atkaz qilish, ikki daftar tutish qatorliq jinoyati bilan adliya o'rinlariga tutib bermoqchi bo'ldi. Lekin bu o'yimi chek bosmadi. Chunki Oltin Xondan elanadigan davlat beji boshqurish haqqi, ishchilar sug'urtasi, kon omonlik sug'urtasi degandek har xil iqtisodiy rasmiyatlarni davlatning nomrod rayonlarga qartilgan favqulodda kechirim qilish siyosatiga kirgizib, tuzumni buzgan, qonunga xiloflik qilgan o'zi tursa, bu o'zini o'zi tutib berish-ku. Hey, gap qilmaysiz-ku Nozir begim. Beshini gajgisiga pattirib sing'ayan mengib yurgan A'zam To'ra Turdi Hasanning do'lisiga shapilaqladi. Yoki ishonmayvatamsiz? Yo'g'si, nemish ishonmagidakman. Albatta ishonaman. Turdi Hasan A'zam To'rining g'alati gavdasiga, ikki murisida egiz pas esilib turgan uzun qisqa qo'llariga qarab, "Mundaqmi iskazsiz maxluq bo'larmi?" deganlarni ko'nglidan o'tkazayotganda A'zam To'rimi qursog'ida foyda ziyonni tangsavatdi. Turdi Nazir hozircha o'rmondagi maymunlarni qochirishga asqatadigan do'mboq bo'la oladi. Bu do'mboqning yeriladiganligimi uzun qamadi. Bo'lanayotgan mish-mish kusur gaplarning o'zila uning tushadigan o'risining qo'linib bo'lganligi albatta. Şoňa hazırça yolvasning tukini yeytishiga silab achchiqlatmaslik kerak. Onunğa oltin do'konidan iborat quruq soskani emitib, dumboqning yerilishini kutish lozim. Onungsizmi A'zam To'ra ko'zlagan rejisiga yetdi. U birinchidan tog'dagi mollarni ko'zitib kelib, Turdi Hasanning og'zini xeylili tuvaqladi. İkinchidan, mushukning kegizini qamallab ko'tirishini misol keltirib, "Mening tishimga tegadigan bo'lsang, sana yaxshi kun yo'q" deganni bildirib, yuragini iskanjaga elib oldi. Uchinchidan, oltin do'koni ochib berman deb yolg'on umid qanariga esib qo'ydi. Mana endi torini bo'shtib, uni bo'sh padalarga o'ynatsa tamamen bo'ladi. Tunazir, bu qaytam ikkimiz vaqt chiqarib Urumchiga berib kelaylik, dedi A'zam To'ra hech ko'rilmagan sipoygarlik bilan. Do'konni ko'rib baqsizlar. 18 kvadrat metrlik cho'ng do'kon, sizlarga cho'qim xo'p keladi. Do'konni rost so'zlashib bo'lganmi? So'radi Turdi Hasan sal dargumanda. Ajab, mening xabarimda yo'qkina? O'zlari bolalarni elib dochiga baldiroq yenib keldilar. Men texi buni mushu yaqindila so'zlashdim.
İcarəsiçu. Bir birodarimning zapas ep qo'ygan do'kon edi. Uning bilan o'zim qamlashib olaman. Turdi Hasan A'zam To'rining ixlosman chiroyiga qarab, o'zini rostilla oldimag'anligiga ishondi. Ham ko'nglida mendek bir hukumat arbobi bu do'xning oqisidan afsun o'qib bermasa, oltin qonni saqlab qolamaydiganligiga ko'zi yetib, o'shini tepib oldi. deb tushundi. Emisa molni qachon sog'ili bo'lar? Hey, Tunazir. Eshigi o'lvatsa, ko'ti g'ijjak tatibdi deb, men nimagamda, sizlar nima qo'ydi? Oningga oldirmisizlar. Men tog'liqlarning g'ovg'isidan ho'shimni yo'qitib qo'yayli da'vatiman. Avval quliqim tinjisin. Ondan xotirjam bo'lsizlar. Men oldin qaytib berib ular bilan so'zlashdim. Endi silini ovar qilmaydi. Shundaqmi? A'zam To'rining yopma qapoqlari lappida ko'tarilib ko'zlari chaqchaydi. U hayvonot bog'chisidagi g'alati bir maxluqqa hayron bo'lib qaragandek Turdi Hasanga tikilib qoldi. Qaragan seri ishchiga uyib ketgan o'g'a bara-bara ko'tarilishga boshladi. Ma'qul. Aslida tog'liqlarni afsun o'qib daydiga selayotgan Perixon senkansan-da. Nimandaq bir necha kunning yoqi tinjib qoldi desa, bu sening sehriy karomating o'xshamamdi? Yo'q. Seni bo'sh chog'lig'li bo'lmaydigan raqibkansan. Bu xabarni necha kunlardan beri xufiyana tutquningga qaraganda oltin do'konga saqlab turibsan-da. Mendan xush xabar anglab eding. Dedim. Bo'lmasa ularga karomatinglarni ko'rsatinglar deb maxfiy yorliq tushirib, meni usul o'ynatmoqchimiding? Xap, mundoq shumliqni endi mendinku. Bo'ladi. Ondaq bo'lsa, A'zam To'ra zahardek ko'kirib ketgan chiroyini yushirdi. Avval do'konni zinnatlashga beraylik. Ondan oltin pishiqlaydigan ustalarning eng komillarini topili. Albatta, xom oltinni xom peti do'konga sog'ilib bo'lmaydi-da. Anglashimcha, hozir bozorda eqiyotgani Shangang fasollarimish. dedi Turdi Hasan derisidan boqqa qarab turgan A'zam To'riga lappida ko'z tashlab. Ular oltin zibu zinnatlarni qilibdi chiqarishdan sirt qirish orqali gul, naqish, har xil o'rnaklarni bekmi nafis chiqaramish. Qara, bu kasabbatlarning yomonligini. A'zam To'ra chiroyini yuvushirib, zahardek kulimsirdi. Voy, ditsiz qapoqvosh. Döt kolva. Savzidan xabar yo'q, gurish dam yeb qapti degandek texi oltin buyumlarni, ularning nusxalarini surishtirib yuribsan-da. Bo'pti. Sen qog'idak o'z ko'nglingni xush qilib qaqildab yuriver. Har qitim qaqildigan vaqtingda oltin do'kon soskasini og'zingga tiqib qo'yman. Toki dumbiqing yerilib qaqildishing tugigicha emib yuraversan. A'zam To'ra ichida yana nimalarnidir demoqchi edi, lekin boyiqi cheqir ko'zlik, yumaloq cho'kan, cho'ng leganda kesilgan go'shtdan akirdi. U chinalarga qiziq damlangan choyni quyib bo'lib, ularni tomoqqa taklif qildi-da, oqchilab mengib chiqib ketdi. Shu kuni Bujaning xo'shlashish chayiga bilib borgan ikki kushanda kechlab qaytib kelib, A'zam To'rining haybatlik sarayida yetib qolishdi. Ular uyqusi kelgicha o'zlarining xizmatdagi, sodadagi o'ng'izsizliklarini so'zlashib yetishdi. A'zam To'ri bo'lsa, Naima to'g'riliq gap echib, o'g'li Qovuzning hozirgacha umid uzanmaganligini, har kuni dadasiga qattiq besim ishiltiyotganligi, agar Naimani olamasa, bir necha odamning qinini ichadiganligi qatorliq ham yelinish, ham qo'qoq selishdek gaplarni qildi. Lekin uyqusi kelgan Turdi Hasan menda gap yo'q. Qovuz bilan obdan chiqishib o'taman. U qo'li ochiq, mard yigit.
Ammo ayolim tosh tishlab turibotmamdu, deb hamma to'qinoq bolani xol oyga ortib qo'ydi. Chunki Turdi Hasan Ag'zam to'ri bilan qovuz talvining ochig'ini keltirib qo'yishni, oltin do'konining yana meki-mekiga tushib qolishini xohlamaydi. Әмісә, xol ay şəhərgə kirib qağıdak bolsa, mən bir sözüşüp görəy. Hey, təs bulamıkin. Məndə ayallar kösə hoşunu yoxtub qoyğıdak bir nəsi var. Qini, mən bir sınab görüb baxay. İxtiyarları. Köməsə kişnişidigan, kösə tişlişidigan iki qeyrinin eğir qapaqları bara-bara yumuldu. Әтісі әттеген тұрып кеткен Turdi Hasan azraqla naştı qıldı da, maşını qo'yish uyidan mashinasini açıqdı. Ag'zam to'ra qovuz satang, cheqir ko'z cho'qalla uni uzatib qo'yish uchun hovliga chiqishdi. Obzar xo'ja qatarchiyini kichik cho'qir oqqu aramgohida o'tkazib bermoqchi, dedi Ag'zam to'ra mashina derisiga ingishib. 3 kun o'ynag'idakmiz. O'g'illikka atganrak Obzar xo'janing uyiga yig'ilamiz. O'lgirib kelarlar. Albatta. Xol aymu Zarifxon og'achi xonimdan kechirim so'rag'ili men bilan birga keladi. Apla. Da desa otsini untibdi degandek. Ag'zam to'ra mashina derisiga yana engishdi. Saqchi boshlig'i Mahmud Ziyoga xabar qilanmidiq. Endi Harambog' taraf bilan mengab jafo tortadigan bo'ldilar. Hech qisi yo'q. Qadina savoqdishim bilan uzun bo'lgan ko'rishmagili. Shu banida ko'rishib oldigan bo'ldim. Zarifxon og'achiqinimning mijozi bo'lmag'ashqa uzatqili chiqqanmidi? Cheqir ko'z cho'kan o'zini so'rg'ash qovuzga tuydirmay ko'zini qisib qo'ydi. Agar xol ayxinim kelib qolsa, loyig'ida obdan kutib olamiz. Albatta kutib olamiz. Hijoyda qovuz. Kutmay bo'lamdi. Turdi Hasan mashinasini qayta o't oldirdi. Tu nazir, o'ziridek shuhratlik arbobni cho'ng bilamiz. Ag'zam to'rining ovozida masxara purig'i bor edi. Lekin mashinalarni o'zlari haydaganlari zodil ko'nglimga sig'maydi. Al birodarlar oldidimi sat deysizlar? Shundoq. Turdi Hasan quloqlarigacha qizardi. Shopirimning ayoli tugab ketib, mushundoq bo'lib qoldi. Turdi Hasan mashinaga may berib gurib kiritayotganda, qovuz cheqir ko'z cho'kanning quliqiga nimalarnidir pichirlab kusurlamoqda edi. Turdi Hasanning ko'ngli bir nimani tuyg'andek bo'ldi. Uning sizmi Naimaga hozirgacha xom tamadi bo'lib kelgan bu qarvatqu cho'qir xol ayning bir chog'dagi ochiq tillarini hargiz unutmagan edi. Shunga o'ch elib qo'l salarmu degan o'y Turdi Hasanni o'ylantirib qo'ydi. Shundoqdimi u bir ayol kishiga qo'l sog'an er kishini qandoqmi erdegili bo'lsin? U undoq qiladigan bo'lsa, so'li tegdamina deb ichida shivirladi. Daqiqa ichida vahimlik xiyollardan andikkan Turdi Hasan mashinasini haydab, sevilik tuz yo'lga chiqdi-da, darvozadan quyundek chiqib ketdi. U Aydın sayının odamsiz keng asfalt yo'llarida mashinasini sarandek haydamoqda edi. Ko'nglida bo'lsa, agar xol oyga chiqilsa, uni so'l tetman degan gapni yenishlab takrorlaydi. Lekin uning qo'lidan bunday qilish kelmaydi. To'g'ri, qovuz hech kimdan tap topmaydigan, hatto dadasidan oshna talishadigan, ko'ngliga sig'magan biror odamni ko'zdan yo'qotishda vosita tanlamaydigan, vahshiy, qora yurak, qora ko'ngil razil maxluq edi. Biroq Turdi Hasan nima uchundir uningdan umid uzolmaydi. 10 yildan beri savdogarlar, korxona xo'jayinlari, uy mulk shirkatlarining liderlari qatorliqlar
ishlarini becerib olish uchun Turdi Hasanga har xil dorilarni yegizib, xilma-xil huzurxonalarda huzurlantirdi. Keyincha birinchi qitimda bo'ridek vahshiy qilayotgan Dora ikkinchi qitimda o'z kuchini ko'rsatmadi. Turdi Hasan bara-bara orman ba, darmon yo'q, oqti ot bo'lib qoldi. Shundaqdimi odam ko'ngilga taalluq xazinasi kechmaydi. Hatto sakratda yotgan qerimu u dunyolikni o'ylamay, yosh xotinining kimlarga qoladiganligini o'ylab kundashligi tutadi. Shunga ularning cheksiz ichinish ichida "Hey, ko'ngil o'lgandan ko'ra odam o'lgan tuzikkan" degani beka emasdi. Turdi Hasan ana shundoq ko'ngil shodligini, vujud lazzatini yo'qotib, umidsizlik, hasrat, nadomat ichida qolganda, uningga jannat huzurini qovus bergan edi. U bir kuni koyib: Nazir begim, yegan u dorilaringizning hammasi soxta. Odamning erlik hormonlarini o'ltirib, hazlak mijoz qilib qo'yadi. Mao bo'lsa Yaponiyaning, yeb ko'ring, deb bir tal tabletga dorini berdi. Rast degandek Turdi Hasan bu dorining lazzat huzurini ko'ngildagidek tegdi. Qovuzga ming martam rahmat etdi. Hatto ko'nglida Naimani bir amallab yumshatmoqchimu bo'ldi. Mana shundan boshlab Qovuz Amerikaning, Singapurning, Germaniyaning deb har qitimda o'xshashmagan dorilar orqali Turdi Hasanni o'ziga mahkam asir qilib oldi. Hatto u Urumchidan telefon berib, yangi dori kelgan kelmaganligini surishti qiladigan bo'ldi. Bir qatam mushu doridan bir necha tal setib ber degan edi. Qovuz Turdi Hasanni qattiq silkibdi. Nazir begim, munda qimmat esil dorilarni yoqsi choq qilib ichilmagan g'unchalarga ishiltimiz. To'zib, bexichchilik qolgan paxpa mamkatlarga zoy ketmamdi. Mana shuningdan beri Turdi Hasanning ko'ngil rejalari o'rlab, toyini qistab qolganda Qovuzni izlab topatdi. Hatto biror yangi dorining xabarini anglagan hamon Urumchi bilan G'ulji orlig'i qo'g'illiqning yo'lichilikmi bilinmaydi. Almasdak sap, farishtadek pok, sarvidak nozuk, simab guldek muloyim Naimaga kuyib qolgan Qovuzmi Turdi Hasan kelgan hamon hech ko'rilmagan iltifotni kutib oladi. Eng yaxshi esil ham qimmat dori orqali Nozirning kechaligi xayrlik bo'ladi. Qisqasi Turdi Hasanning Urumchi G'uljilardagi al-og'inalarini hashamatlik restoranlarda kutishdan sir sayohat rayonlariga opirib o'yin tatdi. Ketgan necha 10 ming so'mlik ziyonlarga voy debmi qo'ybaydi. Ana shunda qo'li uchuq, mard ham ko'ngilga toliq shodliklarni ato qilgan saxovatchini so'litib etishga Turdi Hasanning ko'zi qiyarmi? Illa tavara mumkin emas. Naima darvoza oldidagi yeshil sirlangan shoda o'rindiqda kitob ko'rgach pat-pat mahallaning beshiga qarab qo'yatdi. Uning mushundoq qilayotganiga necha kunlar bo'lib ketdi. Qasdan teriktirib o'ylidan chiqarayotgan gol pida bo'lingan gaplarni yiqitmay temitmay yetkazgandir. Tug'liq zirak bola. U anglabla cho'qim qoqoqlab kulib ketgandir. Agar uning biror zarur ish chiqib qolmagan bo'lsa, bu chaqqicha kelatdi. To'g'ri, yashinib qolgan bo'visi badavatdi. Og'rib tatib qolmagandir. Yaqay, Xudo o'z saqlaydi. Yoki heliqi rost gap qiladigan kirpa deyishni unutib qoldimi-ya? Mundaq bir xalq qo'shig'i bor. Qalbidan shamol chiqib o'rivatdi barangni, bog'lab qo'ysa turmaydi ko'ngil degan sarangni. Qadimdan tatib el nag'machilarimiz bu qo'shiqni naqsh qilib aytib kelyotdi. Rost deydi. Ko'ngil degan bir sarang. Sarang bo'lgandimi, umoq, yiqimliq, shundoqli tarsa, nozuk ham qilin saranglardan. Bu sarang faqat hissiyotni hayot manbasi qilib, aql yugunini kerak qilmaydi. Shunga uni bog'lab qo'ysimi turmaydigan talvilardan.
bu talva ko'proq romantik qiz yigitlarga oshiq keladi. Tug'luqning sadafdek oppoq nam tishlarini parqirtib kulishlari, qora rang haqidagi mantiqliq mulohizalari, yumorliq chaqchaqlari, cho'riq bilanla xampaga sakrabdiman degan vaqtidagi sodda muloyim qarashlari, cho'ng ko'zlarini qisib turib shundoqmi xon qiz deb hayo bilan qizirishlari, uning pok vujudidan parlagan axloq fazilat shuolalari albatta. Naima bu tunji uchrashish xotiralarini untay deb qancha tirishib ko'rgan bo'lsa-mu, qiyirishqandek dammu-dam ko'z oldiga kelib oladi. Abnasi bu qari yigit birovlarning tip-tinish qalb ko'liga cho'kmoqda edi. Naima o'ziga o'zi qoyib, bo'ldila, opamga va'da bergan tursam, u bir ko'mirchi balog'u deb gül bo'yiga bag'an sir sing'atgan sarang tuyg'ularni ilojiba o'zidan yeri qilishga tirishadi. Ammo Naima ularni ittirgan siri ular xuddi Makkaning yo'lidagi ro'dupaylardek texmi chaplashmoqda edi. Bo'libmi jimjit kechalarda bu o'g'ri tuyg'ular ishik yo'chiqlaridan, deriza ko'znaklaridan, bo'sug'i orliqlaridan o'milab kirib, sherin uyqularni buzatdi. Ko'ngil o'g'irlaydi, tong otqicha oq kechalarga hamroh qiladi. Ajab ish. Bu qari yigit davomliq Naimaning ko'ngil ekranida pokiza kiyingan, kiyimlari ratlik, qop-qora yirik chochlari oqiga taralgan holda kichik mashina aynikidan Naimaga chaqchaq qilayotgan qiyofatda paydo bo'ladi. Muhabbat kitoblarini to'la ko'rib, estetikalik tilaklarning, romantik xiyollarning oshiqi bo'lib qolgan bu qiz uchun ko'mirchi bola g'oyiviy dunyodagi daryolarda oqqan Tohir, Beston tog'larini kasgan darvish Simon Farhod, jazira cho'llarda sarson bo'lgan Majnunlardek ko'rinmoqda edi. Cho'ng shaharlarda qiz cho'qonlar qachotchiligidan buzilayotgan erlar oldida ko'mirchi bola go'ya tangri teg'idek mazmut, yuragi op-oq cho'qqalardek pok edi. Dastlabdan axloq yo'sidan kechirim so'rab qo'yish o'yiga kelgan Naima kunlar o'tgan seri dodisi cheklagan seri inson cheklangan narsalarga texmi hirisman keladiganligi uchun tug'liq kelmagan seri uni ko'gisi keladigan, birdam yerimda mungdishib qizlik istaklariga malham izlaydigan darajada taqatsizlandi. Shuningga qaraganda dunyoda muhabbatning qadriga yetadigan bir narsa bor. U bo'lsa-mu vaqt. Qarang, tug'liq bilan uchrashgan birinchi kuni "Jinim oppa, u bir ko'mirchi baliq-u" degan Naima 10 necha kun ichida sarang ko'ngilning kayniga kirib, qanchalik tatli xiyollar, umid va umidsizliklar ichida yashamadi. Texi o'lishgan kecha ko'rgan tushidan keyin u xuddi uyatliq ish qilib qo'ygandek opsi hol ayni ko'rsimi, oshpaz xotin oyat bo'yi uchrab qolsimi, yuzini qochirib yurdi. Uni shunchalik uyatga qoldirgan qandoq yuzi qilin tushdi u. Tegidiki rengarang toshlar ko'rinib turadigan ili daryosining so'p-suzuk bir iqinimish. Tug'liq bilan Naima suv chechishib, bir-birini qo'g'ilishib suvga cho'milayotgandak. Tug'liq tuyuqsizlar Naimani dast ko'tarib, suvning cho'nqir yeriga poltonga tashlab etib, qoqoqlab kulgidak. Naima suvdan chachrab chiqqanicha, "Voy tug'liq, men suv o'zishni bilmayman" debdi-da, tug'liqning bo'ynini chin quchoqlab, marmardek siliq, chiroyli putlarida beliga chirmoq selibapti. Kun ko'migan bir jup oppoq yumran ko'ksi yigitning kang ko'kraklariga ching chaplashib turg'adak. Gurzidek kuchlik bilaklar talchivoqdek nozik avrishim belni ching quchoqlab turg'adak. Tunji qitim yigitning yalang'och tenidan tarqagan o'tliq bir iqin qizga olam shumul huzur ato qilib, uni behoshlik girdobiga ep keldi. Naima zaif ammo tatli qovlatdi. "Voy, jinim tug'liq, bo'shroq, bellarim ushtilib ketadi"
Naima uyg'onib ketib, tong atqichila bir sherin azob ichida to'lg'inib yotolmadi. Ko'mir! Hey, xalt ko'mir elib elinglar. Ishik oldidagi shada o'rindiqda o'ltirib xiyolga petib qolgan Naima o'rnidan chachirab turdi-da, cho'ng yo'l chetidagi quchoq yetkisiz bir tüp sedining oqisiga o'tib asta bordi. Rasla malining beshidan xalt ko'mir besilgan harvi kelvatdi. Ko'mir ustida egiz bo'y, keng ko'krak, chosi yuzlik ko'mirchi bola cho'qchib o'ltiradi. Onun tug'ilib ekanligini jazm qilgan Naima darhol hoyliga kirib darvozaning kichik qanotini yepib oldi. U tug'liqning darvoza oldida to'xtab vaqiraydiganligiga ishonch qiladi. Degandek Harva darvoza oldida to'xtadi. Harvadan yerga sakrab tushgan tug'liq hoyliga qarab vaqirdi. Ko'mir, xom ko'mir. Tug'liq birdam saqladi, lekin hoylidan hech qanday sado chiqmadi. U teximi o'lligirak tovladi. Hey ko'mir, xalt ko'mir elib elinglar. Bu hayratlik darvoza Dilqut xazinasi. Aslida heliqi qiz bola mush yerda uni saqlab turishi kerak edi u. Yoki o'zining deb qo'ygan o'sak gapidan qo'rqib qoldimi ya? Tug'luq birdilla darvozaning ostidan bir jup oq patinkaning tumshuqini ko'rib qoldi-da, beshini chayqab kulimsiradi. Uning qallasiga tuyuqsizlar bir o'y keldi bo'g'ay, etining beshini qoydirib darvozaga taqadi. Ondan darvozani ittirdi. Hey muhtaram qiz, endi chiqmasangiz darvozangizni chiqib kiravermanjimi? Naima qaqaqlab kulganicha chiqdi-yu, vaqirab kayniga dochdi. Chunki u otning tumshuqiga usuvog'ili tasla qolgan edi. "Uyay, nima qilganingiz u? Etingizni torting." "Nemishqa tatqudakman? Mushu hoyliga akiraman." "Nemishqa amdi?" "Heliqi men apqashgan bir harvi ko'miringiz shu." Naima boshqalarga qaqaqlab kulib ketdi. Avval 3 xalta. Yoq, 2 xalta ko'mir akirib bering. Texi bir harvi tushirman deydi bu qarabartur. Naima bir chiroyli dumsaydi. O'tganki 3 xalta ko'mirning hammasi boshqalgan emasmi? Hey, siz nimanda ko'kami? Tug'luq 2 xalta ko'mirni yerga tushirdi. Mush kamgacha mening ko'mirimdan mushtimdak boshqal chiqdi degan gapni anglamadim. Mushtimdak emas, mundaq, tovuzdak. Naima ko'zlarini olaytib quchog'ini ochdi. Bo'ptila, ep qo'yay desam texi. Satmayman bu toza. Tug'luq bir xalt ko'mirni ko'tarib harvaga olay deyish bilan Naima vaqirdi. Hay, bo'ldi qilala, Qaraxon podsha. Tug'luqni kulibdi. U o'tganda degan gaplarining hammasini Naima uningga qaytirib berib atardi. Tug'luq bir xalt ko'mirni quliqidan ko'tarib mengishi bilan Naima kelgancha xaltining yana bir quliqini tutib uningga chakchaydi. "Ha, nima bo'ldi? Qarato'xu, bir tarafini men ko'tarsam bo'lmamdi ekan. Oppoq yumron qo'llaringiz qop-qora bo'lib ketarmikin? Siz maqtagan ulug' rangda qo'limni bo'simi bo'yab baqaydayman-a? Voy, gap to'shat qilib bo'lmaydi-ku bu javuldoqqa." Ular 2 xalt ko'mirni belli akirib yer osti uyiga to'kiyotgandan keyin har ikkilisi bir-biriga qarab kulibdi. Chunki Naimaning yuzidami 5 barmoqning qop-qora izi turadi. "Heliqi, qoppaga ushuq dadingiz ko'rinmaydi-ku?" so'radi Tug'luq atrofga qarab qo'yib. "Aslida kammaydigan. Kammagan bo'lsangiz, pulimni appashdi deb rasvo qilatdim." "Tarso'ga beribmi?" "Shundoq." Ikkisi tangli kulibdi. "Opam hujrasida kitob ko'ryapti. Dadam shaharga kirib ketgili 2 kun bo'ldi. Bugun qaytib kelishi notayin." "Nemishqa?" "Anglagan bo'g'iytimiz. Ag'zam to'ra degan bir betbeshara katta boyba." "Ha, heliqi oltin keni boydu."
Xudoyim boshqalar bilsin, uqsin deb uningga shuncha boylikni berganda. Viyay deb ketganini. O'sha oltin qanni dadam hal qilib bergan. Sizning dadingiz? Tova, sizning dadingiz-a? Uning shunchalik karomati bormi? Heligu o'kan. Necha 10 millionlik qurilishlarni boshqalarga bergan. Naima birdilla tengirqab qoldi. Hey tug'luq, ko'l bo'yidagi ravaqqa berib birdam tilishamdiq. Bek ko'ngillik bo'ldi ekan. Yoki harbidan ansiramsiz? Yaqay, beshiga to'g'ri kirgizib qo'ysam, otlar qo'niqini chaynag'ash turadi. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi Balon nomli romanini bugun mushagacha anglatdik.